Bolalar nima qilib bo'lsa ham pul topmasak bo'lmaydi. Hamma bizani omadsiz deb o'ylayapti. Nima ish qilamiz? Mana Ziyodda mashina bor-ku, dastavka qilamiz. Как раз mana programmasi ham bor, hozir yoqaman mana. What? Bo'ldi, zakaz tushdi. Anaqa pizza olib borib berar ekanmiz. Faqat tog'ga ekanda nima qilay, admin bosib yuboraymi? Tog'daman. Pizza zakaz qildim. Hozir kelyapti. Yo'q, birinchi zakazimiz u. Olib borib beraveramiz, a? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Voy bila. Nima? Voy, voqima qilma. O'tir undan ko'ra gazni bas. Yonmayapti. Bila. Bolalar qornim ochdi. Yo'q, qislaring, kremalaring olib borib berishimiz kerak. Bolalar oxiri qopti. Bolalar, tezroq ketaylik. O'tlarda shakallar bor deb eshitganman. Jindimisan, obedda shakal nima qiladi? Ular obed qilmaydimi? Dastavkani nima qilamiz endi? Xonimlar xonim, горячий xonim, kelib qolinglar. Rostdan o'xshayaptimikin? Shuni yopamiz, beramiz, qochamiz. Bolalar, kechirasizlar. Lakatam ishlamay qoluvdi. Bochkaga qayerdan borishlar, ko'rsatib boramiz-sizlar. Mana to'g'ri yurasizlar-da. Yuring, o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Juda ham sho'x bola ekansizlar-ya. Hozir shunda sizlar pizzani o'rniga xonim o'tkazmoqchimisizlar? Shuni olib borib beramiz, qochamiz ochmasdan. Turinglar, bu bizani dachamiz. Voy, to'xta. Lakatsi shu ko'rsatdi. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingmi? Yaxshimisiz? Kech bo'lib ketganiga men seni xavotir olib kutib o'tiribman. Yo'lda lakatam ishlamay qoldi. Keyin bu bola meni yordam berib olib kelib qo'yishdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmat. Adajon, ovqatingiz qornim ochdi. Ovqat? Как раз sen kelishingga men pizza yetib qo'yganman. Ana dastavchilar men bilan Ha? Ha? Xonim, Ismak aka, bozor xonim. Issiqqina. Pizzachi. Xoningiz zo'r aka. Voy, mana shu nima ishtisam, mana shu chap tarafim bor-ku, uchib ketadi nimagadir. Senlar bu yoqqa kellaring-da. Uyga qarab ketamiz hali. Bolalar ko'chada qolib ketdingmi deyman. Yondi. Yondingmi? Ha? To'xta. Sen shuncha payt zavat qilmasdan gazni bosuvmiding? To'xta, deyapman.